Barchaga salom, Qumqo'rg'on ahli. To'da qishlog'i, yaxshimisizlar? Turib qo'ymadikmi? Yo'q. Va bizni ijtimoiy tarmoq YouTube, Telegram kanalimizda kuzatayotgan O'ktam Tog'a kanalining qadrli obunachilari. Mana azizlar, xabarlaringiz bor. Yozda ko'rsatib qo'ying. Mana Donfing avtomashinamizda bir 2 oy oldimi, 3 oy oldimi, qancha bo'ldi? Avgust oyida mana shu akamiz yutgan edilar, Rossiyada edilar. Mana azizlar, oradan hech qancha vaqt o'tmay yana Gentra avtomashinasining sohibi bo'ldilar. YouTube bilan barcha mana shu tashrif buyurgan Qumqo'rg'on ahlini, To'da qishlog'ini chin ko'ngildan tabriklaymiz azizlar. Mana avtomashinamizda akamizni o'zlariga topshiramiz. Mana bu kaliti bo'ladi, ha? Bu hujjatlari. Endi bugun dam olish kuni notarius ishlamagan uchun xudo xolasa ertaga hujjatlarni rasmiylashtirib, aniq qilamiz. Olib kelib chiroyli qilib o'zingizga hujjatlarini afomat qilib beramiz aka xudo xolasa. Xo'p. Qani bir obunachilarimizga o'zingiz tanishtiring. Akamiz yaqinda Rossiyadan keldilar. 26sidami, 27sida adashmasam. Aha. O'zingiz tanishtiring, qani O'ktam Tog'a kanaliga bir istaklar bo'lsa. Qumqo'rg'on tumani To'da mahallasida yashayman. Mana shu O'ktam Tog'a kanaliga obuna bo'lganimga 1 yildan beri o'ynayman. Mana shu 1 yil ichida 2 ta mashina yutdim. 2 oy ichida 1 yil ichida. O'yin ishonchli, hammaga omad nasib qilsin shunday mashinalar. Akaningiz kelsin aka. Qolaversa shu obunachilarimizni barcha mashinalar nasib qilsin azizlar. Xo'p. Qani aka, endi bu qanday ekan? Gapiringan mashinalar Donfing qanday ekan? Yaxshimikan? Haydayapsizlarmi? Xayr, rahmat. Bizga ham ruxsat, oxiri tog'a qilib olamiz. Rahmat. Hammaga mashina yutuvlar nasib qilsin. Qani musofirda aka-ukalarimizga salom yo'llaydiganlar bo'lsa, so'z gapiradiganlar bo'lsa, ularga istaklar bo'lsa, bemalol yo'llashlaringiz mumkin. Telegram kanalimizga qo'yiladi videolarimiz. Qani azizlar? Oshnalaringiz bo'lsa, mahalladoshlaringiz bo'lsa, salom yo'llagan desangiz. Bu mahallaga birinchi marta kelishimiz emas. Nariroqda qaysi mahalla, bundan oldingi mahalla, o'sha yerga ham 5000 ga olib kelgan ekanmiz. Hozir kelib esladim shuni. Bundan oldingi mahalla kelaverishimiz yo'l ustida. Damas mashinasimi edi shunday desa kerak. Damas ham pul keluvdi bu yerda, pul olib keluvdi. Dillarni sinashim Ha, tabriklaymiz. Mashinalar quli bo'lsin. Mana Oltayda 2 mashina. Bitta Gentra, bitta Donfing. Hali ikkalasi ham mana turibdi. Mana nasib bo'lsa, akamizda shunday beradi omad, haqiqiy omadi bor odam ekansiz aka. Bu qanday qanday iloji bor buning aka bunday? Buni iloji to'xtasi o'ynash kerak. Qoldirmay o'ynash kerak. Har o'yinda bilet olish kerak. musofirda yurgan aka-ukalar mana ko'rib turibsizlar. Karimboy Tangirov 6 oy ichida 2 mashina sohibi bo'ldi. O'ktam Tog'a yigitga o'xshaydi. Ko'ngilli bo'lmangizlar. Haqqi ekan, mana mashinani uyga olib kelib berib turibdi. O'zining kelishi bilan tabriklab, ikkinchi mashinani olib kelib. O'yin haqqi ekan. O'ynangizlar, yutingizlar. Omad. Hammaga omad. Omad. Bo'lmasa videoni yakunlasangiz